Resulallah, Habiballah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismindən başlayman. Sonra bizni bütün kainatını yaratqan, bizni dünya ahiretlik nicatlık yolu bulgan haq dini İslam diniga hidayet qilgan barliq peygamberlerin afzali barliq peygamberlerin afzali alemlerge rahmet qilib avatilgan Hazreti Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ummat qilgan Kudretlik Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz hamdlar olsun. Alemlerge rahmet qilib avatilgan Hazreti Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge, şu Cenab-ı Resulullah'ın ailesiga, Cenab-ı Resulullah bilan birga hech narsani aymay, kech gündüz harmay, talmay, haq dinni yetkizish yo'lida kurash qilgan büyük sahabalarga, ularning yo'li qiyomat kuni qadar izchil ergishib mangan barliq mu'min musulmon birodarlarga Allohning rahmati va salomi bo'lsin. Biz Allah subhanahu wa ta'ala hamd etish, Cenab-ı Resulullah'a salam, rahmatlarimizni yo'llab bo'lgandan keyin assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Biz Cenab-ı Resulullah'ın hayat tarixi haqidagi dersimizden davamını başlayımız. Bismillahirrahmanirrahim. Kelimetul muallif. Elhamdülillahillazi ersel rasulahu bil huda ve dinil haqqi liyudhhirahu ala'd-din kullih feca'alehu şahidan ve mubeshshiran ve nazira ve da'iyan ilallahi biiznihi ve sirajan munira ve ce'ale fihi usveten hasene لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وفجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيرا. وبعد. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismindən başlayman. Bu kitab yazıcı Ustaz Safiyur Rahman Mübarek Burun'un bu kitabı yazgan kirisiz. Öz elçisi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ne kütkül dillah üstüdün g'olib qilish uchun haq din hidayet bilan payg'ambar qilib avatgan. Bu zotni bütün insonlarga guvochi, mu'min musulmonlarga bishorat berguchi, bütün insonlarni ogohlantiruvchi, Allah'ın izni bilan Allah tarafga da'vat etmoqchi nurluq chiroq qilgan ve bu zotda Allah'ını ahiret gününü ümid qilgan, Allah'ını ko'p yod etgan kishi uchun yaxshi o'lgini qilgan qudratli Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz hamdlar bo'lsin. Ey Allah, şu Cenab-ı Resulullah'a, Cenab-ı Resulullah'ın ailesiga, Cenab-ı Resulullah'ın barliq sahabalarga, ularga qiyomat gün qadar yaxshilik bilan ergishib mangan barliq mu'min musulmonlarga rahmat qilgin. Ularning o'ziga rozilik, rahmat buloqlarini aytildirib chiqarib bergin. Biz Alloh hamda Rasululloh turib yo'llab bo'lgandan keyin fa inna min dawa'il ghibtati was surur anna rabitatal alamil islamiyya a'lanat aqba mu'tamar as-sirat an-nabawiyyah alladhi uqida fi Pakistan fi shahr Rabiul Awwal. Meningki nəhayət şadlıq və xursandlik bo'lishimning asosiy sabablarining qatoridan İslam Dünya İttifaqı Hicriye 1396 yıl Rabiul Awwal ayda Pakistan'da açılan
Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki sirat haqqida aytilgan tunji bir yig'inning oqisidilar xalqaro ilmiy musobaqa uyushtirganlik haqida e'lon qildi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki sirat temasida eng yaxshi tadqiqotni sunish uchun. Mana bu sirat sohibiga minglab rahmat va salomlar olsun. Mana shu xalqaro ilmiy musobaqani uyushtirishi yozuvchilarning rag'batini oshirish, ularning fikri jihatdagi tirishchanligini bir yerga to'plash uchun bo'ldi. Men shunda deb qarayman, bu xizmatning ana bayon tasviri bilan tasvirlab bo'g'ilib bo'lmaydigan darajada zo'r qimmati bor deb qarayman. Çoğun Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın hayat tarihi, Muhammed aleyhissalatu vesselam'nın ölüge qilib meniş ve onun sahibiga haqliq bo'ladigan rahmat salomlar olsun. Biz bu Cenab-ı Resulullah'ın hayat tarixini inchiki ko'z bilan, e'tibor qilish ko'zi bilan muloyiz qilgan vaqtimizda İslam dünyasının hayat bolaqlari, insoniyat jamiyatining baxt saadati eningdan tebcirab chiqqan birdan bir bolaqdir. Meningki shu barakatlik musobaqaga o orqali hassamni elib kirgan bir tadqiqotni sunganligim mening yaxshi nasibam ham mening baxtimdir. Men avvalqilarning sardori, oxirqilarning sardori bo'lgan Hazreti Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayotiga bir yorug'liq toshlig'idek qayadiki insonman. Ve innama ana rajulun yara li nafsihi kulla saadati vel falah en yaktabisa min nuri hatta la yatahalaka fi dayajiriz zulumat. Bel yahya ve huve min ummeti ve yamutu ve huve min ummeti ve yaghfirullahu lehu sunubahu bi şefaatih. Men bo'lsam shu Cenab-ı Resulullah'ın nuridan iqtibos qilib, ko'chirib elishni, zulmat qarong'uliqlarida hilak bo'lib ketmaslik uchun Cenab-ı Resulullah'ın nuridan bir ko'chirib elishni yüzüge bir bütün baxt, nicatlık deb qaraydigan inson. Belki şu Cenab-ı Resulullah'ın ummatidan bo'lib yashash, Cenab-ı Resulullah'ın ummat bo'lib ülish, şu Cenab-ı Resulullah'ın şefaati bilan onun günahını Allah kechirib qilishni yüzüge bir bütün baxt, nicatlık deb qaraydigan kishiman. Mening Moşo İslam Dünya İttifaqı qilgan uqtirishida kelgan shartlardan boshqa bu kitobimda tutib mangan yo'llarimning qatoridan men odamni zeriktirib qo'yadigan uzun qilib o'tish, ma'no mazmunni buzib qo'yadigan qisqalikdan jiroq qochgan holda normal, o'rta hol bir yo'lga qadam bosib kirishni qaror qildim. Men öz ara o'xshamaydigan mushu hadislarga aloqador bo'lgan nurg'ulg'an narsalar haqida bir yerga jug'lash, bir yerga muvofiqlashtirish ehtimolligi tutmaydigan hadislarga aloqador narsalarning nurg'ulg'anlari haqida öz ara zo'r o'xshamayotgan manbalarni uchratdim. Men en küçlük deb qaragan tercih yo'llarini ixtiyor qilib tanladim. Kitobga mushu tadqiqotimda va tanqidimda inchga tekshirish berib bo'lgandan keyin menda kuchlik deb qaralgan narsalarni kitobga muqim bekitdim. Lekin dalillarni va uning kuchlik ojizlik yo'llarini tilga ilishni joyida qatlab qo'yib qo'ydim.
Nimişqa degani çünki o dalillarni, onun acizlik, onun kuchlilik taraflarini isbotlaydigan taraflarni tilga olib o'tish, bu talab qilinmaydigan uzunlikqa etmaganligi uchun men bu taraflarni tilga olishdan joyida qatlab qo'yib qo'ydim. Amma bin nisbati li qubul rivoyati va raddiha faqad istafattu fi zalika mimma katabahu al-a'immatul mutqinun. Amma şu rivoyatlarni qabul qilish va uni qabul qilmay qaytarib o'tishga nisbatan men bu haqda nadi ishonchlik bo'lgan, ilmiy jihatdan nadi cho'nqur ilmiy ma'lumotga ega bo'lgan imamlarning yazganlaridan foydalandim. Ular sahih, hasan, sa'ib deb hukm qilganlarida ularga tayandim. İzlam ajid vaqtan yakfi lil khawd fi hazal majal. Men bu sohaga cho'kib kirishga yetarlik bir vaqtni topolmadim. Men bir qism o'rinlarda, bir qism dalillarga, bir qism tarjih yo'llarga ishorat qilib o'tdim. Nimişqa deganda o'qigan kitobni o'qigan kishi tarafidan bir xil yotliq, g'ayriblik sanab qilishdan qo'rqqan, ham avvalqilar bilan oxirqilar o'tirisida mushu to'g'ri bo'lmagan narsalar ustida bir kelish birlik balkan degandek bir o'xshashlikni ko'rgan vaqtimda bir qism dalillarga, bir qism tarjih yo'llariga ishorat qilib o'tdim. Allah tavfiq egisidir. Allahumma qaddir liyal khayra fid dunya val akhirah innaka antal g'afurul wadud zul arshil majid. Ya Allah, men dunyo oxirat yaxshilikni taqdir qil. Cho'qim sen bo'lsang bak kechirim qilguvchi, bak mehribon kuyimchansan. Sen ulug' arshning egisi. Yozuvchisi Hindiston Banarsdan Safiyur Rahman Mubarakpur. Endi dersimizning muqaddimalari tugadi, oyoqlashdi. Endi biz kitobning ichiga kirib ketamiz. Endi Janob Rasulullohning hayot tarixiga qadam bosib kirishdan burun Janob Rasululloh ening pushtidan dunyoga kelgan arablarning tarixiga qisqagina cho'kib kirishga to'g'ri keladi. Janob Rasululloh payg'ambar bo'lib kelishning oldi keyinidagi arablarning umumiy ahvoli haqida to'xtalishga to'g'ri keladi. Biz endi mushu arablar o'ltiraqlashgan zamin va arab xalqlari, arablarda hukm surayotgan hokimiyat, iqtisod, din, diyonat va yig'ilish, uyushish masalalari haqida tanishib o'tamiz. Mavqi'ul arabi va aqwamiha. Inna siratan nabawiyyata ala sahibiha as-salatu was-salam hiya fil haqiqati ibaratun an risalah التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع البشري قولا وفعلا وتوجيها وسلوكا وقلب بها مواسم الحياة فبدل مكان السيئات الحسنة وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور ومن عبادة العباد إلى عبادة الله حتى عدل خط التاريخ وغير مجرى الحياة في العالم الإنساني ولا يتم إحزار هذه الصورة الرائعة إلا بعد المقارنة بين البيئة التي سبقت هذه الرسالة وبين ما آلت إليه بعدها. Arablarning joylashgan coğrafiyalik o'rni, arablarning arab millatlari haqida to'xtalamiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayot tarixi. Bunun sahibiga Allohning rahmati salomi bo'lsin. O Janob Rasulullohning hayot tarixi mohiyat jihatda Allah'ın elçisi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insaniyet cemiyetiga söz ve emeli cihettin ve yol yo'riq
ijtimoiy hayot jihatdan insoniyat jamiyatiga ko'tarib kelgan. O orqali hayot mezonlarini o'zgartgan. Eskilikning o'rniga yaxshilikni almashtirgan. O orqali kishilarni zulmat qorong'ulikdan nurga, bandalarga ibodat qilishdan Allohga ibodat qilishga chiqargan. Hattoki tarixning siziqini bo'rg'an ham insoniyat dunyosidagi hayotlik aqlini o'zgartgan payg'ambarlik vazifasidan iboratdir. Mana bu güzel ko'rkam bo'lgan bu suratni hozirlash to'liq bo'lmaydi, faqat mushu payg'ambarlikka ilgari bo'lgan muhit bilan mush payg'ambarlikdan keyin yetib bo'lgan muhit orlig'ini selishtirib ko'rgandan keyin bu Janob Rasulullohning hayot tarixining güzel ko'rkam shaklini to'liq namoyon qilish bo'ladi. Va haza yaqtadi taqdima fusulin mu'jizatin an aqwamil arabi va tatawuratiha qabla al-islam. وعن تاريخ الحكومات والإمارات والنظم القبيلية التي كانت سائدة في ذلك الزمان مع صور من الديانات والملل والنحل والعادات والتقاليد والأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقد خصصنا لكل من ذلك هذا الباب وإليكم تلك الفصول. Mana bu yuqorqi tonishtirishlar mushu arab millatlari, islomdan burungi arab millatlarininki taraqqiyoti haqida. Shu zamonda hukm surib kelgan qabila nizomlari va huquq, ya'ni boshliqlik, hukumat tarixi, ham din diyonat, aqida, urf-odat, an'ana, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy qurilma suratlari bilan shu zamonda hukm surib kelgan hukumat tarixlari va huquq mansab tarixlari ham qabila nizomlari haqida qisqagina tonishtiradigan bir fasllarni sunishni, bir boblarni sunishni talab qiladi. Biz aşının her birisi üçün muşbabni xas qilib keltirdik. Sizlarning huzurunuzga tuvanki fasllarni sunduq. Arablarning joylashgan, o'ltiraqlashgan coğrafiyalik o'rni. Arab degan so'z sahroyi cho'llik va qaqos soyliq degan ma'noni ifodalab beradi. Sumu yok, üsümlük mü yok, qurg'oq zemin degan ma'noni ifodalab beradi. Mana qadimki davrdan boshlab arab quruqligiga mushu lafza shiltilinib kelindi. Shu zaminda o'ltiraqlashgan, yerlashgan, shu zaminni o'zining vatani qilib tutgan xalqlarga shiltilinib kelindi. Arab quruqligi g'arbiy tarafdan Qizil dengiz ve Sina yerim orolları bilan chegaralanadi. Sharq tarafdan Arab oroli ve Iroqning janubiy shaharlarining bir qismi bilan chegaralanadi. Janubiy tarafdan Hindiston dengiziga suzilgan Arab dengizi bilan, shimol tarafdan Sham shaharlari ve Iroq shaharlarining bir qismi bilan chegaralanadi. Bir qism chegaralarining o'xshamasligi bilan. Mana bu Arab quruqligining yer ko'lami 1 million kvadrat metr bilan 1.300.000 kvadrat metr oralig'ida mo'ljallanadi. Bu Arab quruqligi o'zininki tabiiy coğrafiyalik joylashish o'rni tarafidan g'oyat ahamiyatlidir. Çoxum bu Arab quruqligi o'zining ichki jihatiga qo'yilishida bu her tarafdan sahroyi cho'llik, qumliqlar bilan o'ralgan. Aşı vaziyatning jihatidan, aşı qurilmaning jihatidan Arab quruqligi yot ellarning
onu işgal qiliverishi, onun özlerinin hükümranlığı, özlerinin nüfuzunu kengaytverişiga qadir bolanmaydigan mazmut bir qo'rg'onga aylangan bu quruqliq. Velizalike nara sukkanil jazirati ahraran fi jami'i shu'uni munzu aqdamil usur ma'a annahum kanu mujavirin li'imperatoriyatayni azimatayni lam yakunu yastati'una taqwi jamatihima lawla hadha saddul mani'. Aşı jihatdan biz Arab quruqliqda yaşayotgan aholilarni qadimki davrlardan boshlab barliq ishlarda nayt erkin ekanligini ko'ramiz. Shuning bilan turib ular büyük bo'lgan cho'ng bir imperatorga qo'shni edi. Mana aşı mazmut bir safil qo'rg'on bo'lmagan bo'lsa, u ikkisining hujumini mudofaa qilish to'sishga qodir bo'lanmaydigan büyük bo'lgan ikki imperator, Rum imperatorisi, Paris imperatorisiga qo'shni bo'lib yashagan edi. Qo'shni bo'lib yashagan bo'lsa, bu ikki imperator bu ikkisini o'z kontrollik, bu Arab quruqliqini o'z kontrollik ostiga ololmagan ham hukmronlik nüfuzini uning kengaytirmagan. Ammo Arab quruqliqining coğrafiyalik o'rnining alayidiligininki tashqi tarafiga nisbatan qilib aytganda bu Arab quruqliqi qadimki konu dunyoda to'lib kelgan barliq qit'alar orasiga joylashgan. Mana bu Arab quruqliqi bilan qit'alar quruqliq dengiz tarafidan uchrasha oladi. Cho'g'im bu Arab quruqliqining g'arbiy shimoli tarafi Afrika qit'asiga kirishning bir ishidir. Bu Arab quruqliqining sharqiy shimol tarafi Yevropa qit'asiga kirishning Yevropa qit'asining ochqichidir. Arab quruqliqining sharqiy tarafi Ajam darvozalarini ochadi. Shu nuqtadan O'rta Osiyo va O'rta Osiyoning janubiy va yiroq sharqlari ham shundoq. Yani şunun o'xshash barliq qit'alar Arab quruqligiga dengiz tarafidan uchrasha oladi. Mana bu barliq qit'alar o'zining kemi paraxotlarini quruqliqninki bosh qiristoniga to'xtata oladi. Mana shu jo'grafiyalik vaziyatning jihatidan bu Arab quruqligining shimoliy va janubiy qismlari ummatlarninki ochliq, ta'minot, savdo setiq va tijorat, madaniyat, din, diyonat, san'at almashtirishning markazi bo'lib kelgan. Aqvamul Arab, Arab millatlari haqida tanishib o'tamiz. Ammo Arab millatlari, uni tarixshunoslar ular eningdan barliqqa kelgan sulol e'tibori bilan 3 qismga bo'ldi. Birinchisi Al-Arabul Baida. Tarixiy ma'lumotlari uzunga ketgan Arablar. Ular bo'lsa-mu, ularning tarixi haqida yetarlilik tafsili ma'lumotga erishish mumkin bo'lmaydigan, tamoman ularning tarixiy ma'lumotlari uzilib ketgan burungi qadimki Arablardir. Masalan, bu qadimki Arablar Ad qavmlari Samud, Tasmi, Jadis, Amloq, Umaym, Jurhum, Hazur, Vabar, Abil, Jasim, Hazramut, undan boshqa shu burungi Arablar. İkinci bu Arab milletining ikkinchisi Al-Arabul Ariba. Yine qani saf bo'lgan Arablar deyiladi. Ular o'simi bu Yashjubni, Ya'rubni Qahtonning pushtidan dunyoga kelgan Arablardir. Atılıdır bu Arablarning nomi tarixda Qahton Arablari deb ataladi. İkincisi, üçüncü Al-Arabul Musta'riba. Keyin arablashgan. Boshqa yurtdan ko'chib kelib, shu Arab zaminida o'ltiraqlashib, arablashib ketgan Arablar.
U o'simi İsmail alayhissalomning pushtidan dunyoga kelgan arablar. Mana bu arablarni Adnan arablari deb ataladi. Ammo biz bu saf qani saf bo'lgan arablarga kelsak, o Qahton xalqlari. Mana bu Qahton xalqlarininki bosh markazi bu Yaman shaharlaridir. Mana bu arablarning qabilalari, aymoqlari Saba ibn Yashub ibn Ya'rub ibn Qahtonning avlodlaridan bo'lingan. Mana shu sab arablarning ichidan ikki qabila eng mashhur, eng toliq. Birinchi Himyar ibn Saba, Kahlan ibn Saba qabilasi. Ammo qolgan Bani Sabalar ular 11 yoki 14 aymoq. Ularning o'zini Sabiyullah deydi. Ularning Saba degan nomidan boshqa qabilasi yo'q. Qabilasi yo'q xalqlar. Biz hamda mushu sab arablarning ichidan eng mashhur bo'lgan shu qabilalarning ikkinchisi Himyar qabilasi. Birinchisi Himyar qabilasi. Bu Himyar qabilasininki eng mashhur aymoqlari. Birinchisi Quzoa aymoqi. Shu Quzoa aymoqining ichidan Bahro, Bili, Qayni, Kalbi, Uzrat, Labrat degan mahallalar bor. İkinchisi Sakasik aymoqi. Ular olsun Zayd ibn Vailat ibn Himyar ballari. O Zayd Sakasik degan laqab bilan tonilgan. Bu yerdagi tonilgan Sakasik degani o Bani Kahlan qabilasiga kelgan Sakasik kim deydi, boshqa Sakasik. Üçüncü aymoq Saydul Jumhur. Bu Saydul Jumhurning ichida Himyarul Asghar, Sabaul Asghar, Huzur, Su Asbah degan mahallalar bor. Mana bu Al-Arabul Ariba, yana qani sap bo'lgan arablarning ichidagi eng mashhur bo'lgan ikki qabilaninki ikkinchisi Kahlan qabilasiga kelsak, bu Kahlan qabilasining eng mashhur aymoqlari. Hamdan, Alhan, Ash'ar, Tayyi, Mazhaj. Mana bu Mazhaj aymoqining ichidan ansi Naxi mahallasi bor. Laxmi aymoqi. Yine Laxmi aymoqidan Kindi ve Kindining ichidan Banu Muaviya, Sakun, Sakasik degan mahallalar bor. Juzam aymoqi. Amila, Xavlan, Maafir, Anmar. Anmarning ichidan Xasam, Bajilat mahallari. Bajilat mahallasining Ahmas mahallasi bor. Azdi qabilasi. Bu Azdining ichidan hammaga tanishliq bo'lgan Aviz, Xazraj aymoqlari bor. Xuzoa aymoqlari. Ali G'assan deb tanilib kelgan mushu Jabnatu Muluki Sham ballari bor. Banu Kahlan qabilasi Yamandan ko'chib ketdi. Arab quruqligining har qaysi joylariga taqaldi. Deyiladi, ularning ko'p qismininki shu Yamandan ko'chishi mushu Saylul Iram hodisidan azroq ilgari bo'lgan. Ularning tijorat so'z-satiqlari o'ngsizlik uchirgan vaqtida Rumluqlarning besimi ularning dengiz tijorat yo'llarini kontrol qilib olishlari, ularningki Misr, Sham shaharlarini ishg'ol qilib olgandan keyin quruqlik yo'llarini buzib o'tishning jahdidan ularning tijorat yo'llari, so'z-satiqlari butun o'ngsizlik uchirgan. Shu tufaylidan
Ola Yemen'den köçep ketken. Tarixçi şunda deyildi, belki çoxum ularning o'zi Moşu ticaret so'rset yo'llari Moşu Saylul İrem vaqasidan keyin o'ngsizlikka uchragan. Moşu Saylul İrem vaqasidan keyin bütün tarixchilar ziroatlari, bütün nasllari tugashgan vaqtida ko'chib ketgan. Ular turmush vositalarining hammasini yo'qotib qo'ygan. Uningdan keyin ko'chib ketdi deb tarixiy voqealiklarda bu sözlerimi tilg'anib o'tiladi. Mana bu nimaninki Kahlan qabilasininki o Saylul İrem vaqasidan keyin Yemendan ko'chib ketganligini mush Qur'oni Karimninki Saba surasininki 15-19 oyatlarininki siyoqi kuchaytirib turadi. Yuqorida o'tilgandan boshqa mana mishada Kahlan aymoqlari bilan Himyar aymoqlari o'ttirusida bir raqobatning bo'lganligi bu ajablanarli ish emas. Mana mush raqobatlarning o'zi Kahlan qabilasining Yemendan ko'chib chiqib ketishiga yetib qolgan. Mana mushunga Himyar qabilasininki shu Yemenda izchil davomli yashab turaverishi, Kahlan qabilasining ko'chib ketishi mushunga ishorat qiladi. Kahlan aymoqlaridan ko'chib ketgan umumiy kishilarni 4 qismga bo'lish mumkin bo'ladi. Birinchisi Kahlan aymoqlaridan Azdi qabilasi bor. Ularningki ko'chishi, ularning rahbari, ularning cho'ngi İmran ibn Amri Muzayqiyaning fikri bilan bo'lgan. Ular Yemenning har qaysi shaharlarining o'zini kezib aylandi. Ve yol bildiğanlarına evet. Şunundan keyin bu Yemen'in şimal şərq taraflarına yürüyüş qılıp mağdı. Siz ola şu en ahirki küçüp ketkendiğin keyin olturaqlaşqan şu urun caylarının tafsilatına tüvendi keltirun. İmran ibn Amri Umman'a düştü. Şu ummanın özünün balları bilen vatan qılıp tuttu şu cayını. Ola olsumu Azdi umman deyildi. Banu Nasr ibn Azdi Tuhama degan joyga yerleşti. Ola Azdi Şanua deyildi. Ve Sa'labat ibn Amr Muzayqiya Hicaz tarafga qarilib mağdı. Sa'labiya bilan Ziqar degan joyning orlig'ida turdi. Onun balasi cho'yib o kuchaygan vaqtida Madina tarafga yurish qilib maqdi. O Madinada turib, Madinada joylashgan. Mana mushu Sa'labaning avlodlarining qatoridan Avis Xazraj bor. Harisa ibn Sa'labaning ikki o'g'li Avis Xazraj bor. Ularning ichidan Harisa ibn Amr. O şu Xuza'a şu. O ve o balları bilan Hicazninki bolon puşqaqlarga yo'tkilib bordi. Hattoki Muruz Zuhron degan joyga tushdi. Ondan keyin ular haramni ochdi, Makkada o'ltiraqlashdi. Makka aholisi bo'lgan jurhumliqlarni qo'llab chiqardi. Jabnat ibn Amr Sham tarafga yurish qilib mangdi. Shu Shamda u o'zining bolalari bilan turdi. Mana u o'simi bu G'assasinat podshohlarining bo'g'isi Abul Mulkul G'assasinat deb ataladi. Mana bu G'assan deb taniladigan Hijozdagi bir so'g'i nisbat berilgan. Ular birinchi bo'lib bu Shamga yo'tkilishdan burun birinchi bo'lib shu Suba joyiga tushgan edi. En kichik aymoqlar Hijoz Shamga ko'chish jihatlarda mush qabilalarga qo'shilib ketgan. Masalan, Ka'b ibn Amr, Haris ibn Amr, Avf ibn Amr degan bu aymoqlarning hammasi mush Hijoz Sham tarafga ko'chish jihatida
küçükte muş qabilaga qo'shilib ketgan. İkinci Laxmi Jusam aymoqlari. Ular Arab quruqligining sharqiy va shimol taraflariga yo'tkilib ketdi. Bu Laxmiliklarning ichida Nasr ibn Rabi'a, bu Heratdagi Abul Mulkul Munazira bor. Üçüncüsü Banu Tay qabilasi. Ular Azdi qabilasining shimol tarafga yurish qilib mangandan keyin ular yurish qilib mangdi, hattoki Uja Salma degan ikki tog' tushdi. Ular ashada turdi. Hattoki bu ikki tog' Jabali Tayyi deb tanilgan. Yani Tayyi qabilasining ikki tog'i deb tanilgan edi. Dördüncüsü Kindi qabilasi. Bu Kindi qabilalari Bahraynga tushgan. Ular oxir Bahraynni tashlab Hazramavtga tushishga majbur bo'ldi. Ular ashada Bahraynda uchragan qiyinchiliklarga uchradi. Ondan keyin ular Najdga tushdi. Ular ashada intayin zo'r bo'lgan shavkatlik bir davlatni qurib chiqdi. Lekin bu davlat tizlam yo'qolib ketdi, uning ta'siri ketib qoldi. Mana mishada bu Himyar qabilasidan Himyarga nisbat berilish jihati azroq tatalash bo'lgan bir qabila bor. O qabilaning nomi Quzoa qabilasi deyiladi. Bu qabila Yamanga ko'chib bordi. Yamanga ko'chib Iroqning yezillaridan Badiyatus Samawat degan joyga joylashdi. Mana bu Quzoa qabilasining bir qism aymoqlari Sham yezillariga Hijozning shimoliy taraflariga joylashdi. Biz endi va ammal arabul musta'riba. Biz keyin arablashgan arablar haqida to'xtalsak, ularning eng cho'ng bo'g'isining asli o'g'isi bizning yo'lboshchimiz İbrahim alayhissalatu vassalamdir. Bu Iroq shahridan. Yani mush Furat daryosining g'arbiy qirg'iga joylashgan ko'piga yaqin deyiladigan bir shahardir. Yana mushu coğrafiya tekshirish arxeolog olimlar mushu shahar haqida kengri bo'lgan bir tafsilotlarni aytdi. Hem İbrahim Aleyhisselam'ın ailesi, şu şehrdeki ictimai dini ahval hakkında kengri bo'lgan bir tafsilotlarni aytdi. Şunisi ma'lum ki İbrahim Aleyhisselam bu joydan Harran yoki Harranga ko'chib bordi. Bu joydan Falastinga ko'chdi. Falastinning o'zining da'vat bazasi qilib tutdi. O İbrahim Aleyhisselam'ınki Falastinning har qaysi taraflari. Falastindan boshqa shahar ellerinin o'zida nurg'unlagan kezib yurgan ahvollari bor. Shu kezib yurishlarning birisida İbrahim Aleyhisselam zo'ravon podshohlardan bir zo'ravon podshohning oldiga kelib qoldi. O İbrahim Aleyhisselam bilan İbrahim Aleyhisselam'ning ayoli Sara xonim bor edi. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın ayoli Sara bu en güzel ayollardan idi. Mana şu zo'ravon podshoh bu Sara onamizga har xil rezil suiqasd planlarni iroda qildi. Lekin Sara onamiz Allah subhanahu va taologa uning qarshi duo qildi. Allah onun qilgan suiqasdini o'ziga qaytarib berdi. Salim shuni tunib yetdiki, bu Sara bo'lsa, bu Allohning huzurida eng oliy martabalik salih bir ayol ekanligini tunadi. Ondan keyin bu Sara onamizga buning fazilatini e'tirof qilib, yoki Allohning azobidan qo'rqqan holatda Hajar onamizni xizmatiga sepadi. Bu Hajar
anamızda Sara anamız İbrahim aleyhisselamga hediye qilib berdi. İbrahim aleyhisselam Falastin'deki özünün davet teşviqat merkeziga qaytib keldi. O İbrahim aleyhisselamga Allah subhanahu ve taala Hacer anamızdan özünün oğlu İsmail aleyhisselamni rizq qilib berdi. Mana bu Hacer anamızdan İsmail aleyhisselamning tug'ilishi bu Sara anamızning küllishiga sabab bo'ldi. Hatto ki İbrahim aleyhisselam Hacer anamızni özünün imitayotgan balası İsmail aleyhisselam bilan yo'q qilishga majbur bo'ldi. Andaki bu ikkisini İbrahim aleyhisselam Hicaz zamaniga keldi. Bu ikkisini Allah'ınki hürmetlik beytinin qishida hech qanday siroat, o'simlik yo'q bo'lgan bir jilg'ida tug'izib qo'ydi. Şu vaqtning o'zida faqat simindan mana o'ylab tug'an, ko'tarilib tug'an bir do'nglikdan boshqa narsa yo'q edi. Mana bu do'nglikka sal aqllar keladi. Bu do'nglikning o'ng so'l tarafdan ep ketadi aql. Bu ikkisini mush masjidning ustun tarafidagi Zamzamning ustunda Tohat degan joyga qo'yib qo'ydi. Mekke'de şu günlerde hiç qanday bir adam yok edi. O Mekke'de hiç qanday su mu yok edi. Bu ikkisinin qishida bir tal xorma va bir somkani qo'yib qo'ydi. Hem uningda bir u yerda bir suva to'limni qo'yib qo'ydi. İbrahim aleyhisselam Falastinga qaytib ketdi. Uzun qolmay kunlar o'tib bu uzuq tülükler solu tügep ketdi. Mana aşağıda Allah'ın fazlı bilan Zamzam quduqi tapchirab chiqdi. Mana bu Zamzam quduqi bu ikkisi uchun bir uzuq hem bir vaqt qadar bir kuch-quvvat bo'ldi. Qissa o'zining uzunluğu bilan to'liqligidir. Endi Yamaniye kabilesi geldi. O Yamaniye kabilesi ikinci Curhum kabilesi şu. Ola İsmail aleyhisselam'ınki anısı Hacer anımızın ruhsatı bilan Mekke'de yerleşti. Deyilir çokum ola aşınıldın burun Mekke etrafındaki bir cilgılarda yaşaydı ola deyilgen. Bukhari'nin rivayette şunun uçuk başkar oturup koydu çokum ola Mekke'ye İsmail aleyhisselam'dan keyin tushdi deganligini Bukhari'ning rivayeti uçuk aşkar oturup koygan. İsmail aleyhisselam qirib ketishdan burun cho'qim ularning o'zi ashuningdan burun mush jilg'ilardan o'tib ketib berib, bu yerda ucharliqlarning uchib yurganligi, bu yerda o'simliklarningki suvning borlig'ini bilib tushgan deb Bukhari'ning rivayeti uçuk aşkar oturup koygan. İbrahim aleyhisselam şu Mekke'ye kaldırıp taşlap ketken ballarını, suyumlik ayarını görüş için Mekke'ye sefer kılıp geldi. Bu seferinin sanını eniq bilmeydi. Lekin asaslık menbeler bizge şu seferden 4'ni qanday qildi saqlab berdi. 4 qatimliq safar. Birinchidan Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda shuni tilg'ilib o'tdi. İbrahim aleyhisselam shida İsmail aleyhisselamni qurbonlik qilib bo'g'izlaganligini ko'rdi. Anin İbrahim aleyhisselam bu buyruqqa bo'ysunish bilan turdi. Bu vaqtda Cenab-ı Allah فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Mana bu İbrahim aleyhisselam bilan İsmail aleyhisselam her ikkilisi Allah'ın buyruğu bo'ysundi. İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselamni bo'g'izlash uchun yenchi yotqizdi.
Şu vaqtida biz İbrahimning o'zini shunda deb to'lidik. Ey İbrahim, sen tushingni amalga oshirding. Cho'qim biz yaxshi ish qilguvchilarni shuningdek mukofotlaymiz. Cho'qim bu albatta ochiq oshkor bir sinov imtihondir dedik. Hem biz o İsmailning o'rniga cho'ng bo'lgan bir qurbonlik, ya'ni qo'shqoni pide qilib berdik deb Mishal Bizibhin azimdagi sibhini bir qism olimlar mishadi qo'shqa qo'y deb tilga oladi. Cho'ng bir qurbonlik qiladigan qo'ydan beni pide qilib berdik dedi. En Yahudilarning qo'lidagi Sifrut Takvin degan kitobning o'zi shu tilga olib o'tildi. İsmail alayhisalom İshaq alayhisalomdan 13 yosh cho'ng edi deb tilga olib o'tildi. Qissaning siyoqi shuningga dalolat qiladi. Mana bu voqealik İshaq alayhisalom tug'ilishdan burun yuz berganligiga dalolat qiladi. Chunki İshaq alayhisalom bo'lgan bishorat o to'liq bir qissa so'rilib kelgandan keyin, so'rilib bo'lgandan keyin tilga olindi. Mana bu qissa hech bo'lmadi deganda İsmail alayhisalom qirib ketishdan burun bir qatimliq safarni o'z ichiga oladi. Ammo oxirgi 3 qatimliq safarga kelsak, buni İmam Buxoriy o'zining uzunligi bilan bu qissani İbn Abbas radhiyallohu anhudan marfu hadis holat rivoyat qilgan. Bu qissaning xulosasi tuvandikicha. Ikkinchidan cho'qim İsmail alayhisalom cho'ng yo'q arab tilini o'rgandi, jurhumliqlarni. İsmail alayhisalom bu cho'ng yo'q arab tilini jurhumliqlardan o'rgandi. Hem ularninki en qimmatli, ularninki en ta'jibga tashlag'uchiroq. Ular o nimaga İsmail alayhisalomga o'zlarining ichidan bir ayolni ipadi. İbrahim alayhisalomning onasi o'lib ketdi. İbrahim alayhisalomga yine o'zining qoldirib ketgan bolalarini ko'rish ishtiyoqi oshkor bo'ldi. Aşı turmuş qurib bo'lgandan keyin İbrahim alayhisalom keldi. İsmail alayhisalomni topolmadi. İbrahim alayhisalom İsmail alayhisalomning ayolidan İsmail alayhisalom to'g'riliq, bu ikkisining ahvol turmush to'g'riliq so'rabdi. Bu İbrahim alayhisalom bu ayol o'zining turmushining nacharligidan shikoyat qildi. Ondan keyin İbrahim alayhisalom bu ayolga shunda deb vasiyat qildi, İsmailga deb qo'ying, o'zining ishigining buzug'isini o'zgarsin deb vasiyat qildi. İsmail alayhisalom dadisining maqsadini tushundi. O'zining osh ayolni taloq qilib qo'yibdi va yana bir ayolni oldi. O yeni bir ayol jurhumliqlarning cho'ngi bo'lgan. Eng aksar so'zga asosan ularning boshlig'i Muzaz ibn Amirning qizi edi. 3-chi qatimliq safar İbrahim alayhisalom İsmail alayhisalom va 2-chi ayolni olgandan keyin yana bir qatim keldi. İbrahim alayhisalom İsmail alayhisalomni topolmadi. O Falastinga qaytib ketdi. O İsmail alayhisalomning ayolini İsmail alayhisalom to'g'riliq o ikkisining ahvol to'g'riliq so'ragandan keyin Falastinga qaytib ketdi. Mana bu ayol Alloh taologa yaxshilik bilan sana o'qidi, madhiya o'qidi. İsmail alayhisalomga vasiyat qildi. İbrahim alayhisalom shunda debki o'zininki ishigining bosog'isini muqim tutsin deb vasiyat qildi. 4-chi qatimliq safari İbrahim alayhisalom shuningdan keyin kelib İsmail alayhisalom bilan uchrashdi. Hem bu İsmail alayhisalom Zamzamga yaqin Tohat degan joyning ostida o İbrahim alayhisalomga o'qni ushlab berdi.
Mana bu İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselamni ko'rib, onun qashi qopab badi, andikin yasidi, xuddi dadisi andikin yasidi, xuddi dadi balaga yasab bergan, bala dadiga yasab berganga o'xshash. O ikkisining uchrashishi uzun mezgildan keyin bo'ldi. Bu mezgilda o'zining balasiga shundoq mehribon, kuyimchan, urdigan, mush yashinib qolgan dada pek az sabr qilib o'tgan. Hem o'zining dadasiga yaxshilik hem to'g'ri yo'l topgan, salih, o'zining dadasiga yaxshilik qiluvchi farzandisiga, balasiga shunda kuyimchan, mehribon, urg'uchi yashinib qolgan dada pek az sabr qilib o'tgan edi. Bu navbat ikkisi Ka'bani qo'padi. Bu ikkisi Ka'baning yo'lini ko'tardi. İbrahim aleyhisselam kishilarning ichida Alloh buyurganga o'xshash haj qilishga e'lon qildi, uqtirish qildi. Allah subhanahu va taolo İsmail aleyhisselamga Musa'ning qizidan 12 erkek o'g'il balani rizq qilib berdi. Ular o'simi Nabit yoki Nebayut, Qaydar, Adbail, Nibisham, Mishma, Toma, Misha, Hudad, Tima, Yatur, Nafis, Qayduman degan balalar. Mana shu 12 balaning ichidan 12 qabila bo'linib chiqdi. Uning hammasi bir muddat Makkada o'tiraqlashdi. Ularning turmushining ko'p qismi shu joyda Yaman shaharlaridan Sham, Misr shaharlariga tijorat, savdo-sotiq qilish bo'ldi. Ondan osh qabilalar Arab quruqligining orqasi joylariga, balki Arab quruqligining sirtiga taqilib ketdi. Ularning ahvoli qadam-qadam zamonning ishiga, ya'ni zamonning qorong'uligiga kelib ketdi. Faqatlankim Nabit, Qidar degan avlodlarning tarixi kelib qoldi. Anbat Madaniyda gullandi. Nabitning o'g'illari Hijozning shimol tarafida. Ular ening poytaxti Batra bo'lgan kuchli bir davlatni qurib chiqdi. Yani Ordunun janubiy qismida to'nilib kelgan qadimiy Asar Atiqa shahri bo'lgan Batra degan joy uning poytaxti bo'lgan kuchli bir davlatni qurdi. Bu Nabitiyat davlatiga shu davlatning har qaysi taraflaridan bo'ysundi. Bir odam bu davlatga qarshi chiqishga petinolmadi. Hatto Rumliklar kelib bu davlatni yo'qotdi. Mush ahli ilmlarning ishidan ilmiy jihatdan cho'nqur yetilgan ham muhaqqiq o'lim oldin bir kishilar mush nasab jihatga ilm ahlilarining ishidan muhaqqiq o'lim oldin bir kishilar shuningga moyil bo'ldi. Ali G'assan podsholari, shuning o'xshash Aviz Xazrajdan bo'lgan ansariylar, ular o'smin Nabit ibn Ismoilning ailesidir deganga moyil bo'ldi. Ularning qoldiqlari ashu o'tdi. Onunğa İmam Buxoriy o'zining Sahih to'plamida moyil bo'ldi. Cho'qim bir babning o'zini chekdi. O babningki bosh unvoni Nisbatul Yamani ila Ismoil alayhissalom deb bir babni qo'ygan. Onunğa bir qism hadislar bilan dalil keldi. Hafiz İbn Hajar o'zining sharhisida shuni kuchaytdi. Qahton Nabit ibn Ismoilning oilasidan deganni kuchaytdi. Amma Qidar ibn Ismoilga kelsak, uning balları hamisha Makkada bo'lib o'tdi. Mana ashada ular avlod ko'payib qoldi. Hattoki onundan Adnan ve Adnanning o'g'li Ma'd bo'ldi. Mana Arablar, Adnonlik Arablar o'zining nasablarini
dal Adnanning o'g'li Ma'bdin saqlab qoldi. Adnan u bo'lsa-mu, mush payg'ambar alayhissalatu vassalamningki nasab tezisidagi 21-chi bo'bisi hisoblanadi. Adnan Janob Rasul. Cho'qim shu keldi payg'ambar alayhissalatu vassalam qachoniki nasab haqida bir narsa so'zlab o'tirib qo'ysa, Adnanga yetadi. To'xtaydi. Adnanga yetib to'xtaydi. Deydir Janob Rasululloh nasab so'zligichini yolg'on aytdi. Deb andan keyin o'tmaydir Adnandan. Olimlarning bir bo'lik kishilar mushu Adnanning ustuniga nasabni ko'tarishning joizligiga bor. Nimishqa deganda ishorat qilingan hadisni ojiz sanagan. Lekin ular mushu nasabning mushu qismida ularning so'zlarining o'ttirisini jo'g'lash mumkin bo'lmaydigan zo'r ixtilofda o'xshamagan qarashda bo'lib keldi. Cho'ng muhaqqiq Allama Qozi Muhammad Sulaymon al-Mansurpuri rahimahulloh Ibn Sa'd tilg'alib o'tgan tarixiy voqelikni kuchaytirishga moyil bo'ldi. İmam Tabri, İmam Masudi o ikkisidan boshqa mushu tarix o'limalari shu bir butun so'zlarning ichida tilg'alib o'tdi. U bo'lsa cho'qim Adnan bilan İbrahim alayhisalom oralig'ida inchik tadqiqot bilan 40 tadba edi degan. Onun tafsiloti yaqinda tuvanda keladi. Mana Ma'da aymoqlari yana bir qancha qabilalarga, bir qancha mahallalarga bo'lindi. Mush Ma'daning bolalari nazardan. Deyildi, Ma'daningki nazardan boshqa bir balasi yo'q edi deb tarixchilar tarafidan shunday deyilgan. Bu nazarning 4 balasi var idi. Ularning o'zidan eng cho'ng 4 qabila bo'linib chiqdi. Masalan, Iyad, Anmar, Rabi'a, Muzar degan. Mana mush eng oxirgi Rabi'a, Muzar qabilalari bu ikkisining aymog'i ko'p, bu ikkisining mahallalariningki, qabilalarininki doirasi kengri bo'lgan. Masalan, Rabi'a qabilasidan Subay'a, Asad mahallari bor. Asad mahallasining Ansa, Jadila degan o'rinlar bor. Jadilaning o'zidan mashhur bo'lgan ko'p qabilalar bor. Abdul Qays, Namir, Banu Va'il. Mana Banu Va'il degan kishilar ularning ichidan Bakr taqlab qabilalari bor. Bani Bakr qabilasidan Banu Qays, Banu Shaybon, Banu Hanifa va ondan boshqa qabilalar bor. Ammo Ansa qabilasiga kelsak, uningdan Ali Saud. Mushu zamondagi Saud Arabiston mamlakatiningki podshohlari, o'qituvchilari Ali Saudlar shu Ansa qabilasidir. Muzar qabilasi eng cho'ng bo'lgan 2 bo'lakka, 2 tarmoqqa bo'lindi. Qaysi Aylan ibn Muzar. Qaysi Aylan ibn Muzar. Qaysi Aylan ibn Muzar ve Butuni İlyas ibn Muzar. En Qaysi Aylanning qatoridan Bani Sulaym qabilasi, Banu Havazin, Banu Saqib, Banu Sa'sa'a, Banu G'atfon qabilalari bor. G'atfon qabilasining ichidan Abisi, Subyan, Ashja, Asar degan mahallalar bor. İlyas ibn Muzar qabilalarining ichidan Tamim ibn Murra, Huzayl ibn Mudrika, Banu Asad ibn Xuzayma, Kananat ibn Husayn qabilalari bor. Kananat Qurayshdan ular olsun Fahr ibn Malik ibn Nazr ibn Kanana avlodlari bor. Qurayshlar bir qancha qabilalarga bo'lingan. Shu Qurayshlar bo'lingan eng mashhur qabilalarning ichidan Jumah qabilasi, Sahm qabilasi, Adi, Maqsum, Tam, Suhrat qabilalari. Qusay ibn Kilab aymoqlari. O Qusay ibn Kilab aymoqlari Abdullah ibn Qusay, Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay, Abdumannaf ibn Qusay degan jamoatlarga bo'linadi.
Abdümennaf cemaatinden 4 bölek cemaatler var. Abdülkays, Nemir, Banu Vail kabileleri. Banu Vail kabileleri olsa onların Bekir Teglab kabilesi. Beni Bekir kabilesinin Banu Kays, Banu Şeyban, Banu Hanife, ondan başka aymak kabileler var. Ama Anazat kabilesi kessek o Anazat kabilesinden Muşu zamandaki Saudi Arabistan memleketinin padişahları Ali Saud cemaatleri Anazat kabilesidir. Muzar kabilesi en çok boğan 2 bölekli bölenler. Kays Aylan ibn Muzar, İlyas ibn Muzar aymakları. Kays İlan'ın üzüden Banu Sulaym aymakları, Banu Havazin, Banu Saqib, Banu Sa'sa'a, Banu Ghatfan kabilesinin Abisi, Zubiyan, Eşca, Asar diyen aymaklar var. İlyas ibn Muzar kabilesinden aymaklardan Tamim ibn Murra kabilesi, Huzeyl ibn Mudrike, Banu Asad ibn Huzeyme, Kinanet ibn Huzeyme aymakları ve Kinanet'in Kureyşlikler var. O Kureyşlikler Fehr ibn Malik ibn Nezir ibn Kinan'ın evlatları. Kureyşlikler her xil kabilelerge bölünüyor. Şu kabilelerin en meşhurlarının qatarından Cumah, Sahmi, Adi, Maksum, Temim, Zöhret kabileleri. Qusay ibn Kilab aymakları. Uosum Abduddar ibn Qusay, Esed ibn Abdul Uzza ibn Qusay, Abdümennaf ibn Qusay cemaatleri. Abdümennaf cemaatlerinden 4 bölek cemaatler var. Abdüşşems cemaati, Nevfel cemaatleri, Muttalib cemaatleri, Haşim cemaatleri. Haşim cemaatinin ailesi Allah Subhanahu ve Teala onundan bizning yolbaşçımız Hazreti Muhammed ibn Abdullah ibn Abdülmuttalib ibn Haşim sallallahu aleyhi ve sellem'ni tanlagan cemaat. Dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam İnnallaha astafa min veledi İbrahim İsmail. Çokum Allah Teala İbrahim aleyhisselam'ın evlatlarından İsmail aleyhisselam'ını tanladı. İsmail aleyhisselam'ın evlatlarından Beni Kenan'ı tanladı. Beni Kenan'dan Kureyşliklerini tanladı. Kureyşliklerin için Beni Haşim'ni. Meni Beni Haşim'den tanladı diye. Abbas ibn Abdülmuttalib radiyallahu anhu'dan şundaq bir hadis rivayet kılındı. Dedi bu zat, dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam, çokum Allah Teala bütün mahlukatlarını yarattı. Andiki meni olanın guruhlarının en yaxşılarının qatarından kıldı. Yani 2 guruhunun en yaxşısının qatarından kıldı. Andiki kabilelerini tanladı. Andiki meni en yaxşı kabilelerin içinden kıldı. Andiki öylerini tanladı. Andiki Allah Teala meni olanın öylerinin en yaxşısının qatarından kıldı. Men olanın köngül cihatdan en yaxşısı, nefs taraftan en yaxşısı. Olanın öy taraftan en yaxşısı men degan. Yine şu Cenab-ı Resulullah'ın yeni bir lafzida çokum Allah Teala bütün mahlukatlarını yarattı. Andiki meni olanın guruh tarafından en yaxşılarının içinde kıldı. Andiki olanı 2 guruh kıldı. Andikin meni olanın guruh cihatın en yaxşılarının içinde kıldı. Andikin olanı kabile kıldı. Meni olanın kabile cihatı en yaxşı kabilenin içinde kıldı. Andikin Allah olanı aile öylükle kıldı. Andikin Allah Teala meni öy cihatın olanın en yaxşıları, nefsi köngül cihatın en yaxşılarının içinde kıldı diyen. Adnan'ın farzandlari, avlodlari ko'payib, Arab ellerinin her qaysi rayonlarga tarqalib bo'ladi. Nemishqa deganda yağmur tushgan o'rinlarni, 30 yoshlik ungan munbat tuproqlarni izlab, Arab shaharlarining har qaysi rayonlariga tarqaldi. Abdülkays, Bekir ibn Vail aymaklar kabilesinden bir bölük aymaklar. Tamim kabilesinden bir bölük aymaklar Bahreyn'e köçüp ketdi. Ular şu Bahreyn'de o'ltiraqlashdi. Banu Hanif ibn Ali ibn Bekir
qabilasi Yamamiga chiqib, shu Yamamining hujra degan joyga tushdi, Qasabatul Yamamaga tushdi. Qasabatul Yamamaga tushdi. Başqa Bakr ibn Voyilla mush Yamamidan Bahrayniga suzilgan uzun bir zimin tuproqlarda to'di. Shu Sayfi Kazimg'ichilik, Sayfi Kazimdan dengizg'ichilik. Mush Iroqninki bir qism Iroqninki ko'pligan taraflarida Ubullat, Pahyat degan joylarda to'di. Tag'lab qabilasi Furat daryosining quruqliq taraflarida to'di. Mana bu Tag'lab qabilasidan bir bo'lik aymoqlar Mushu Bakr degan joyda o'ltiraqlashgan. Banu Tamim Basra shahrining bir qism Basra shahrininki, ya'ni Badiyatul Basra degan joyda o'ltiraqlashdi. Bani Sulaym qabilasi Madinaga yaqin joyda turdi. Vadi Quradan boshlab Xaybargacha, Xaybardan Madinaning sharqi shimol Ishqitoq chegarasigachilik, ya'ni Hurrat degan sayliq yetib borg'ichilik bo'lgan orliqga uzun bir vadiyada o'ltiraqlashdi. Banu Asad Timaning sharqi tarafida, Kufaning g'arbi tarafiga o'ltiraqlashdi. Ular bilan Timaning orasida Tiy qabilasining bo'lgan Buxtur, Diyar Buxtur bor. Ular bilan Kufaning oralig'ida 5 kechilik yo'l bor. Zabiyan qabilasi Timadan Huvronga yaqinroq bir joyda o'ltiraqlashdi. Ham ular ham Tihamada Kanon aymoqlari qolib qoldi. Makkaning atroflarida Quraysh aymoqlari o'ltiraqlashdi. Ular hamma tarafga har qaysi taraflarga bo'linib ketgan. Ularni bir yerga olib keladigan hech qanday omil ya bir kishi bir yerga olib kelinmaydi. Hattoki ularning ichida Qusay ibn Kilab bu intayin talantli bo'lib yetildi, maydonga chiqdi. Bu Qusay ibn Kilab ularning o'zini bir yerga ittifoqlashtirdi va ular uchun ularni sharafga ega qilgan, ularning qadr qimmatini yuqori qilgan birlik shakllantirdi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.